Biz bolani ish haqini bermasdan nohaqlarcha, beparvolarcha qo'pol muomalada haydab yuboramiz, haqqini yeb. Shuncha narsani zararga tiqsa o'zi qarang. Bu vaziyatdan olib chiqib ketish kerak. Nimaga ota-onani emas, bolalarning ham hozir hayoti xavf ostida. Allohga yaqinligingiz bilarkanlar-da. Kim? Otinimi? Salohiddin. Necha yilsiz? 2007'da. Maktabda o'qiysizmi yo? Maktabda? Yo'qada. Shu qo'rg'onda. Bana oyoqdagilarni ham ovaringni. Ha? Qolmasa mana shular. Shu oyoqdagilar qolmasin umuman, birottasi ham. Ha? Tezroq harakat qilsan, keling. Hop, bu oila Namangan viloyati turadi, Namangan tumanida. Shu marta o'rgandik o'zi. O'nlab bolalarimiz borib o'rgandi oilani. Haqdor. Nega desa, birinchi guruh nogiron turmush o'rtoqlari. Uylari juda ham xarob ahvolda, og'ir ahvolda, sovuq, imkoniyat yo'q, isitishga ham hatto ko'mir ham, mana o'tin ham yo'q. 3 ta bolalari bor. Bitta qizlari, ya'ni katta bolalari qiz bola, qaytgan turmushdan. Uni bolasi ham bor 3 yosh. Bitta o'g'illari bor, Salohiddin 16 yosh, ikkinchi o'g'illar 13 yosh, u ham xasta ikkinchi o'g'illari ham. Oyog'ida taqma bor, uni davolashga sharoit yo'q, u ham chetida yura olmay qolishi mumkin. Xastada hozir. Alloh asrasin. Lekin 10 million qarzlari bor opani. Ular Norin daryosi atrofida turishadi. Bularga yordam berish emas, bularni qutqarish kerak ekanda. Bo'ldi. Qizlari ham Turkiyaga ketaman deyapti. Ya'ni siz bizdan bolani tashiymansiz, ona qarab turasiz bolamga Turkiyada bir nima qilib bo'lsa ham o'sha yerdan pul topaman deyapti. Ya bularga yordam emas, zudlik bilan qutqarish kerak. Bu vaziyatdan olib chiqib ketish kerak. Nimaga ota-onani emas, bolalarning ham hozir hayoti xavf ostida. Bo'ldi. Azizlar, mana ko'rdingiz, biz Namangandamiz. Mana hozir shu yagona uydagi boquvchini biz mardikorlikka chaqirganmiz o'qish paytida. Majburligidan sovudi, mana g'isht tashlayapti. Biz chiroyli bir sizlarga ibrat ko'rsatib bir ssenariy tayyorlaganmiz. Albatta ko'ring, yaqinlarga ko'rsating va albatta siz ham bunga qadam bosing. Bu muammoni hal qilish yo'lida, Alloh yo'lida befarq bo'lmang. Tez bilamasdan qimirlamaysizlar tezroq. Sevgi yaxshi ketyapti, bola yaxshi. O'zi aslida video ularni sevgi tarixidan boshlanishi kerak edi azizlar. Bu onani ko'rsatgan jasorati, ko'rsatgan qahramonligidan boshlanishi kerak edi. Biz buni jonlantirdik. Kichkinagina mini film suratga oldik. Bir e'tibor bering, diqqat bilan kuzating. Ishlar qolib ketmasin, yana balolarni teshib qo'yib, to'la yurmani. Yo, mana edanki 1 oy, 2 oy bekor ishlab yurmani, Qimirlar tezroq. Qimirlar, qarama menga umuman. Ishini bilib qilaverchi. Bugun inshaalloh mana shu bolani bunaqangi mashaqqat, bunaqangi beparvolik, bunaqa befarqlikni oxiri ko'rish bo'ladi. Inshaalloh bugun o'sha sabriga yarasha, matonatiga yarasha, jasoratiga yarasha g'olib bo'lgan. Mashaqqatlar ustidan, sinovlar ustidan nima edi, tolmasdan, yiqilmasdan, sabr bilan Allohning nomi ila halol pokiza g'alaba bu azizlar. Nomardlarcha xiyonat qilib turib, nima edi, nopok g'alaba emas bu, haqiqiy halol g'alaba.
ishing yoqmasa birortani aytib qo'ya, pulini bermayman ekan. Ha? Mana mana yig'lab o'tirman ana, pulini bermadi, ish qildim deb turib. Tushundingmi ikkalani? Men sana kelganda aytdim, ishni tezlashtirish kerak. Sifatiga qarab turib pul to'lanadi dedim, to'g'rimi? Buni lang'illaganimda qachon narsa qildi? O beyi vaqti pul bilan. Bekordan bekor turilmaydi, to'g'rimi? Ha, qimirlamaysanmi? Ikkalagan qarab buni. Men usallarni o'rni vaqtingni bo'lganda mana shularni hammasini bir pasda bildim. 20 minutga qolmasdan qildirib yubordim. Turishini qara ikkalani. Mana qarang, bizning hozir yigitlarimiz aniq ishonchim komilki, mana shu hozir rol ijro etib berayotgan bizning bolalarimiz ichi yonib ketyapti-da. Vijdoni qiynalib ketyapti, lekin majbur shu rolni ijro etish kerak. Sizlarga yetib borishlik uchun, haqiqat tushunib yetishinglar uchun. Mana shunaqangi ko'rib turib, bila turib nima edi? Bezbet bo'lib, qahri qattiq bo'lib rol ijro etib berishga majbur. Chunki rostdan ham hayotda mana shunaqamiz. Asli hayot shunaqa. Tamam, bu bola nopok yo'llarga kirib ketmaganiga rahmat. Tamam, odamiyligini saqlab turibdi. Lekin qachongacha? Agar mana shunaqangi vaqtida yordam kelmasa, juda ko'pchilik yo'ldan adashadi. Juda ko'pchilik yo'ldan adashadi. Mana shunaqangi vaqtida yordam kelmasa. Bo'lsa, ag'dan to'shib turib, sen ol ashadan. Salohiddinmi deysan? Asha olib tur o'tdan. Mana kuni kecha Ozarbayjonning samolyoti kutilmaganda osmonda parvoz etayotganda quladi, halok bo'ldi. Yarmidan oshiq insonlar, shu yerdagi insonlar halok bo'lishdi. Shular yaxshi niyatda, umuman xayolda ham yo'q, umuman o'lim haqida o'ylamagan holatda uyiga ketayotgan edi. Olam orzu havaslari, rejalari bor edi. Bo'ldi, tugadi, reja to'xtadi. Endi bu yoqga haqiqat boshlanadi. Haqiqat nima? Haqiqat oxirat. Kun sayin sen bittama-bitta, yakkama-yakka savol javob qilinadigan kunga yaqinlashmoqdasan. U kun ishonganlar, itoat qilganlar uchun abadiy rohat, farog'at bo'lmish jannatga ketar kun. U kun ishonmaganlar, itoat qilmaganlar uchun, befarq bo'lganlar uchun abadiy azob, uqubat, jazo bo'lmish do'zaxga ketar kun. Ular abadiy olovda do'zax farishtasiga derlar: "O Malik, Robbingga ayt, bizni o'ldirsin, bitirsin." Yo'q. Endi sizlar abadiy tugamas azobdasizlar. Haqiqat mana shu. Nima amal bilan ketyapmiz Robbimizning oldiga? Nimalar tayyorlab qo'yganmiz oxiratimizga? Dunyodan yaxshiliklarni istaymiz, xotirjamlikni, baxt va saodatni, quvonchni, noz-ne'matlarni, to'qlikni. Yo'q azizlar. Bu oxiratning ekinzori, bu dunyo. Haqiqiy hayotga nima hozirlayapmiz? Bu befarqliklarga javob berar kun bor. Va Alloh asrasin, o'sha do'zaxda Malik farishtasiga nido qilib yolvorib, "Meni Alloh bitirsin" deganlar qatorida bo'lmasligimiz uchun hoziroq ulgurib qoling. Ko'zingizni oching azizlar.
kattasi sizmi? O'g'il bolalardan. Bitta topadigan siz ekanda bu yerda nimaga? Qolgan qizlarmi? Yo bolalar. Nechta o'g'ilsizlar? Ikkita. Bu nechinchi yil? 2011. Bo'ldi, Dilmurod, to'xtatinglar. Bola ezilib ketdi, qiynalib ketdi, qo'li muzlab qoldi. Hal bo'ladi. Ana endi biz bolani ish haqini bermasdan nohaqlarcha, beparvolarcha qo'pol muomalada haydab yuboramiz, haqqini yeb. Bu tag turib qolganda, xo'ja. Bo'ldi, ana bolani sekin ketkizursin bittasini. Bola suv qotib ketdi. Turib qolganda tag. Buni xabari ham yo'q. Hozir nimalar sodir bo'lishidan. Ich-ichini yeyapti, tishini tishiga qo'yib. Qachon men ham bir yorug'likka chiqarkinman? Qachon bu azoblar tugarkan, qiyinchiliklar barham toparkin deya hozir ich-ichidan alam bilan hozir qilyapti shu ishlarni. Men nazarimda biz hozir ko'rsatayotgan ibratni millionlab chet ellik qiyinchilik bilan og'ir mehnatlarda yurgan vatandoshlarimiz hammadan ham yaxshi tushunsalar kerak. Ertaroq kelganingda mana shu ish oxirigacha bo'ladi. Ko'p qo'ymadilar, mana shu. Hozir ertaroq kelganingda 8 ga o'tishlar bo'lsa. Yutib qo'y. Yo'q, kechada gaplashib o'tdi. O'mi telefon Boshdan aytdilar problema. Istaman telefon qildim. Menga qilmading. Lekin yo'l uchun chiqildi. Ertaroq kelganingizda mana shu ertaroq kelganingda mana shu ish bo'lmasdi. Sen deb bo'ldi mana shu. Ochib olganimizda bo'lardi mana shu, ochib olgan. Shuncha narsani zararga tiqsa o'zi qaragin, to'g'ri keladimi? Yutib qo'y. Tugatma bizga u pulni shu o'yin qilma bo'ldi. Vaqtida kelmading. Og'irgacha qilmading. Hozir senga pul berish kerak shunda? Ha. Kerak. So'ramaganda bo'ptimi? Yo'q, So'ramayapman. ishingni narsa qilganda mana oxirigacha tugatadi. Bu joyga borsam bo'ladi. O'zingda ayt, to'g'rimi? Ertalab kelmading, vaqtida kelmading. Ishingni oxirigacha qilmading-da. Xafa bo'lib ketmaganda mana aytaman, bo'ptimi? Yig'lab boshqalar. Bo'p ketdi. Ana haqiqat. Bola ketdi. Ketdik. Yuringlar. Bo'ldi, to'xta. To'xta, bo'ldi. Assalomu alaykum. Mana izlar, bu jasorat qo'li. Mana shu halollik qo'li. O'zbek mard qo'li bu. Nopok yo'llarga kirmagan qahramonlarning qo'li bu. Mana shu qo'llar bizni yetelib jannatga olib kiradi. Subhanalloh. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Buzilib ketmabsan, nopok yo'llarga kirib ketmabsan. Ahdingdan chekinmabsan. Bugun g'alaba qozongan kuning. Bugun sen chempionsan bolam. Hali olimpiadalarda bo'yniga ilib qo'yishadi-yu medallarni. Mana shu bolamizni hozir bo'yniga ilishga arziydigan holatdamizda. Mana haqiqiy bizning g'olibimiz. Bizni ikki dunyoda g'olib qiladigan mana shu holat, mana shu amallar azizlar. Buni otasi bir joyga mixlanib qolgan, zaif, nogiron, xasta, ukasi xasta, og'ir xasta. Uy to'kilib yotibdi, zax bosib yotibdi. Bu maktabda o'qisinmi yo ishlasinmi, oilani boqsinmi? Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh. Qo'ling bo'lo. Qo'ling sovuq qotib qoldi. Endi uyga boramiz. Ketdik. Namangan shahridamiz. Hozir bularning oilalariga boramiz. Sevgi dostoni bularning hayotlari. Haqiqatdan ko'rishga, ibrat olishga va albatta bularga yordam berishga arzigulik holatlarni biz sizga ko'rsatamiz.
Namangan ahlidan, befarq bo'lmayotganlardan, butun O'zbekistondan, ahli O'zbekimdan Alloh rozi bo'lsin. Befarq bo'lmayotganlardan, befarq o'tib ketayotganlardan, ko'rayotganlardan, bu eshitayotganlardan ibrat olmayotganlarga esa Alloh taolo insof bersin. Biz asosan murojaatimiz sizga azizlar, chunki biz birlashishimiz kerak. Yur bolam, ketdik. Alisher aka, eng zo'r shokoladlarni olib keling desam, mana eng zo'rlarini terib kelibsiz. Keyingi safar patchilarni olib keling, xo'p? Alloh rozi bo'lsin. Men juda ham yaxshi ko'ramanki, yetimga, miskinga berayotganda eng zo'rini, eng qimmatni berganlarni yaxshi ko'raman. Chunki Alloh ham shuni aksini beradi bizga. Jannatni Firdavsni so'raymiz-ku. Shuning uchun bolalarga, bunaqangi oilalarga bir narsa berayotganda eng zo'r, eng qimmatini berish kerak. Salohiddin videosi haqida ko'p aytgan edik, primoy efirlarda ham. Mana o'sha qahramon yigit. Oilasini xaloskori. Onajon keldimmi? Sardor akam keldilar. Assalomu alaykum. Keldik. Biroz kech keldik, lekin keldik, ulgurdik alhamdulillah. Shunda qahramon o'g'lingiz bor ekan. Kiramizmi? Yuring. Yuring. Assalomu alaykum. Hojiga yaxshimisiz? Salomatmisiz? Keldimmi? Iloyim birini bersa menga bersin. Birini bersa Alloh rozi bo'lsin. Parvardigoriga shunchalik meni yo'llab Xudoyim menga nima yo'qlatinglar. Alloh parvardigoriga hech qachon ketolmayman albatta. Alloh rozi bo'lsin. Biz sizlarning hikoyalarni, sizlarning tarixinglarni eshitib yig'ladik. Ayniqsa ayolingizni qilgan jasoratlari, turmush qurishinglardan oldingi bo'lgan holatlarni eshitib, subhanalloh dedim, shunaqa mard ayollar bor ekan dedim. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Jannati bilan siylasin. Azizlar, haqiqiy sevgi muhabbat qissasi mana shu bo'ladi. Vafo, sadoqatni haqiqiysi mana shu yerda, mana shu onda siz hozir ko'rdingiz, biz ibrat qilib ko'rsatdik. Endi hozir mana o'zlaridan eshitasiz, subhanalloh deysiz. Ular turmush o'rtoqlari xasta bo'lganlar, nogiron bo'lganlar. Bir kuni qurilishdamidi? Mosh tergani borganman men. Aytib bering. Mosh tergan motor ustida qo'rol bo'lganlar. Men o'zganda hech kim barlik qila olmaydi. Men chuqlamayman, yurolmayman-ku dedilar. O'sha yerda to'p deb yig'laganman-da. Nimaga sizni bergan banda suygan bandasiga tark beribdi. Nima tegmas ekanman men deb. Naki yopishib olib yop deganman. Uyga kelib yotib keldim-ku desam, hammalar uyga qamab olib roz urishgan. Ekelerim çalıvırlık kılıp koçaya çıkarıp uyuşken. Don debine zorla yetişken benden. Bu doyum ecretmesi bendesi beskemeyin. Hiç kaçan Allah korup tuttu beni. Eğer şu turmuş ortağım olsa ölgenimse, kabırga borgenimse şunga tek. Cenneti buzan buldu. Başka üstüme gidemez miyim? Malı dünya katırı topladı hem yerde. Arap diyorsam ben bir bana yer diyorsam ben meşhur olan bazı. İştime kımayla miyim? Nikah faydaları buldu. Duyduğuna girenler kolay kudan oldu da. İrgatın buzan buldu. Girenizde mart bulup dedim. Ben Allah aşkına girmek istiyorum yer buldu. Kıymayda ben
chidayman shu ko'tarib ko'rdilar kecham ko'tarib yuraman 24 yildan beri endi mani bolalarga qarayapti-da mana shular ancha yonimga kirib qoldi bolalar bilan ham edim 24 yil nima bo'lsam bo'ldi. Siz soppa sog'dingiz-ku. Nogiron odamga yerga tegish shart emas-ku. Nimaga tegdingiz? Dunyo o'tkinchimiz-u, meni yurish turishim gunoh. O'shaning uchun u dunyoda shu bola bir yerda o'tiradi. Birovlarga g'iybat qilmaydi erkak kishi. Bir yerda o'tirsalar duolari naq menga boshqa hech nimalar kerak emas. Ota-onamdan ham kechib tekkanman. Mayli sizlar rozi bo'lmasalar, rozi bo'ladi, sizlar shart emas. Uyda sizlarni ham qattiq uyda qiladigan shu erim deganman. Nega ko'chaga chiqarib chalib boshga urib men 1 yil kaltayib zo'rg'a yetishdim-da bularga 1 yil kaltayib har kun o'rni bilan zo'rlik bilan demaysan cho'loqqa deyishsa men cho'loqqa bo'lsam tegaman deb makka tilaganman-da bular seni sevmadim deylar yana chiqsam deb bo'lganimda tegmaganingda nima qilardim deb Agar boshqatdan imkoniyat berilganda ham shu yo'ldan ketarmidingiz? Shu yo'ldan ketadim, albatta. Nimaga? Seni hozir ham yaxshi ko'raman endi. Jonimdan ortiq ko'raman. Alloh rozi bo'lsin. Hech qachon kechmayman men. Moli dunyo qasr bolalar ham gap sotadi-da. Ering nogiron. Menga tegam yo'q qilib beraman. Deganlarga ham noto'g'ri yo'lmayman. Erimni cholni tajani bo'lsa boshqa yo'l topiladi degan. Xudoga shukr, Allohga shukr, meni shunchalik yuribman, boshqa nima hayot. Ustimdan nafqa qiladiganlar qiladi, gapiradiganlar gapirib oladi. Alloh jannati bilan siylasin. YouTube'dan o'ta ko'p ko'raman-da, siz yig'layman, ertalab Amazonda ko'rdim buni. Yig'lab ko'rdim sizni. Kutganmidingiz? Mana o'rgatam. Bizga mana qilib yordam bersangiz. deb umid qiluvdim ichimdan ilgaridan ko'raman-da sizni. Shu odam bizga ham kelsalar bir ko'rib erim davolab bersalar uyim qasr qilib bersalar meni birinchi erim sog'lig'ini tiklab bersalar bo'ldi deb tilardim. Hozir bular yeyish gapirishdan qoldilar. O'zim ovqat yesalar tiqilib bo'laveradilar. Foto ko'rsa odam meni bitta qo'lim nima keladi. Hech nima kelmaydi dedilar deb har kun tejordan chaqib bitta qo'rqib ketadi ular. Nimalarga ham pulimdan chimdilaydi. Sonlar ham qolmadi bechora edi. Ayolingizdan rozimisiz? Yaxshi ko'rasizmi ayolingizni? Subhanalloh. Sizni Alloh yaxshi ko'rishini bilar ekanlar-da. Allohga yaqinligingiz bilar ekanlar-da. Subhanalloh. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Shuncha yil sabr qilibsiz. Mana endi inshaalloh oz qoldi. Inshaalloh jamolga yetasiz. Jannatga yetasiz. Bu jannatlarda bunaqa kasalliklar bo'lmaydi. Qiyinchiliklar bo'lmaydi. Alloh rozi bo'lsin deyapti. Maşallah. Alloh rozi bo'lsin. Bundan ortiq gap kerak emas bizga. Alloh rozi bo'lsin. Hammalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Kechasidan rozi bo'lib qozondim. Roziligini ochilib so'raverarlar. Hech qachon o'lmayman. Baxtimga yetaladi. Tenimni qarab chiqaman. Kechasi o'laman. Uxlaman. Mana oddiy sinfda medikarga chiqib ketgan. 100 ming yuzlaymiz. Tirikchiligimizga qilsin ashi bo'lam deb pul topken deb chiqarardi. Uy-joyim rasomizga qonimiz ustimiz bitsa bo'ldi. Boshqa hech nima kerak deb buni duo qilib yig'lab Nimaga shu paytgacha odamlar yordam bermadi sizlarga? Bilmaysan. Bilardi-ku odamlar, holinglardan xabari bor edi-ku. Bugun ham biz o'g'lingizni o'sha jasoratni halolligini sinab turib, atayin o'zimiz mardikorlikka chaqirdik, biz uyushtirdik. Va har doim bu uchraydigan holatni jonlantirdik. Odamlar bunga pulni bermasdan haydab yuboradi-ku, shunaqa holatni qildik-da. Odamlar his qilsin deb, his qilsin, jonidan o'tsin deb, shuni ko'rsin deb. His qilganlar bordir inshaalloh. Agar albatta qalbingizga nimadir hozir yetib borgan bo'lsa, bir uchqun uyg'ongan bo'lsa, albatta azizlar bu narsani
o'chirib qo'ymang. U alanga bo'lib yonishi kerak. O'sha otash, o'sha qalbingizdagi bu olov alanga, o'sha mehr, o'sha saodat Allohning roziligiga olib boradigan issiqlik boisida. Uni o'chirib qo'ymang. Xuddi mana shu uy hozir zax bosgani kabi qalblarimizni ham zax bosib ketganda. Faqat shu o'g'lingiz topgani bilan kun o'sib qo'yasizlar. Bular teyzalar bor 1 million. Nafaqali bolam bilan 200 ming keladigan 400 ming ash holatda. Bir pasda keladi ketadi. Albatta, Svetga ham yetmaydi-yu. Xudo deymanda mana sizni yetkazdi-da. Xudoyim meni ham yuzim yoraman. Dushmanlarim oldida chiroyli o'tiramikin, men chiroyli nima yuramikin men deb. Xudodan tilardim. Ular mendan nolimdan jo'ratdilar. Nolimayman. Boringizga shuur. Birinchi o'rinda sog'ligingiz. Menga uy-joy qilib bermasangizlar deb doim ko'nglimni ko'taraman. Kechasi Hozir arang siz tushunib oldingiz-da gaplarni. Shu holatdan gaplashasizlarmi? bu demay deyiladi. Ha labba desam, ha hayotim borligim desam, oyog'imni uzatib qo'ydinglar ayollarni. O'zingga qaradilar, o'zimga qarataman. Aqqa qarataman, o'tqizdilar, o'tqizib qo'yaman. Boshlar yozdan chiqib ketaveradi, kechasi ko'tarib olaman yostiqqa. Nima deb erkalaysiz? Nima deb erkalaysiz? Degan jonim hayotim deyman. Meni borligimsiz, meni hayotimsiz, jonimsiz. Subhanalloh. deb erkalatadi. Mana jannat ayol oldingizda turibdi. Hech qachon Mana jannat ayol oldingizda turibdi. meni hayotim bo'lsangiz bo'ldi, meni borligimsiz deb peshonalardan o'pib narsa qilib O'tkazib qo'ya olasizmi? o'tqizaman. Qani? Bismillah. Ha, subhanalloh. Ha, subhanalloh. Yotib turolmaylar, ovqat ham yeyolmayaptilar. O'zingiz ko'tarib olib chiqarkansiz, a? Ko'tarib yuraman. Shu ayol kishi qo'llaringiz bilan. Ha, subhanalloh. Siz uchun bularni, bular uchun sizni yaratgan ekan Robbim. Peshonamga shu yerim yozib qo'yib shukr qilaman. Hech qachon yerimdan nolimayman. Qalbning rohatini ko'rasiz. Uni evazini ko'rasiz. Nima uchun bo'lganligini hali subhanalloh, alhamdulillah deysiz. Bu kun oldinda turibdi. Unda xohlasa o'shalarni kunay deyman-da. Alloh rozi bo'lsin. Bunday farzandlaringiz bor ekan. Har kun mechas qilaman, og'riq qoladi. Bo'lmasam yostiq botib ketadi. Boshlariga. Boshlar mechas bilan javob berdi, og'riq kuch bo'lib ketyapti, yig'laylar kechasi. Shuncha yetkazganiga shukr qilaman shu yerimga. Hech qachon olmaganman ham. Necha yil bo'ldi og'irlashib qolganlarga? 4 yil. 4 Men yil. 5 yil endi ba'zan yurib ko'chaga chiqmanlar-u. 4 yildan beri yeyish, 2007dan beri uyda garsho tutamiz. Uyda garsho tutib, o'zida 25 kunda ichlar keladi, ovqat yemaylarda katta keladi. Mana bolalar qo'lini tiqib yozib turadi. Shunimi beribman, o'ylik qilaman-da shu bolalarim yerim deb. Charchamadingmi? Ha? O'tirib turasizmi? Yo yotdilar. Yotdilar. O'tirasiz. Nima qilay? Ah. Shapkam. Hozir bir kelkiz. Bo'ldimi? Ha, subhanalloh. Gapirishga til ojizda. Nima deyishni ham bilmay qolar ekan odam. Mana shunday taqdirlar bor azizlar. Alloh taolo bizni mana qarang, hozir mana shu aytayotganlarning hammasidan bizdan bekami ko'z qilib yaratib qo'yganda, mana shu hamma aytayotganlari bu sinovda qarang, ham kambag'allik, ham og'ir xastalik, ham odamlarning befarqligi, yana qolaversa boshqa minglab qiyinchilik bilan bular kurashib kelyapti. Bularni hammasidan biz bekami ko'zmizda. Bular lekin buni sharaf deb, Allohdan bu sinov deb
sabr bilan Allohga shukr aytib, hamd aytib yashab kelishyapti. Bizchi? Biz nima qilyapmiz? Alloh buyurganmidi? Bularning holidan xabar olishlikni, zaiflarni suyishlikni, yetimlarning boshini silashlikni, kambag'al, faqir, miskinlarga kiyim, oziq-ovqat, mehr ulashishlikni Alloh buyurganmidi? Biz nima qilyapmiz? Qara ayting. Faqat o'zimizni nafsimiz bilan, jig'ildonimiz bilan ovora emasmizmi? Yaxshi kiyinsa, yaxshi ovqat yesa, yaxshi uy-joy qilsa, yaxshi avtomobil haydasa, mana yaqinda internetda chiqdi, uyalib ketdim-da. Biz nima ahvoldamiz, nimalar deb jar solyapmiz. Lekin oddiy avtomobil raqamini salkam 1 milliard so'mga auksionda sotib olayotgan bir millatmizda. Nima degan narsa u avtomobil? Bu yerda qarang, bir emas, 5 ta tirik jon inson haqida gap ketyapti. 6 ta hattoki. 6 ta inson, insonning qadri, odamning qadri qayerda qoldi? Nahotki shu oddiy iPhone telefon shu insondan ustun bo'lsa. Qarang. Oddiy bitta e'tibor bering, o'zingiz bitta tafakkur qilib analiz qiling. Shu iPhone yangiz chiqsa, kerak bo'lsa Dubayga uchib borib, o'chirib turib, 2 barobar, 3 barobar, 10 barobar qimmat bo'lsa ham birinchilardan bo'lib oladigan millatimizda. Qarang, bironta millat shunaqa emas, biz shunaqamiz. Kim o'zarga, kim yaxshiroq, kim nomi chiqsa, kim ulug'roq bo'lsa, kim mashhurroq bo'lsa, kim puldor, amaldor, mana shu narsalarni atrofda o'rlashib qolganmiz, adashib qolganmiz. Asli holatimiz sal pastga tushsak, mana qarang nima bo'lib yotibmiz. Bular necha yildan beri, salkam 20 yildan beri, 24 yildan beri qarang, yordamga muhtoj. Mana shunday qachon ekan deb o'tirishibdi-da. Tag'man bularning sabriga ming rahmat, tasannolar aytamiz. Uncha odam bunaqangi paytda yo joniga qasd qiladi, yo bir-birini tashlab ketadi, yo nopok yo'llarga kirib ketadi, buzilib ketadi. Qarang, na turmush o'rtoqlari, na rafiqalari, na farzandlari qarang, xiyonat qilmadilar bir-birlariga, vafo qilib, sadoqat qilib, halol pokiza yo'lda sobit turishibdi. Alloh aytganidek, Alloh buyurganidek. Mana shunday insonlarning koriga yarashlik endi baxt emasmi bizga? Agar mana hozir siz bizning safimizda mana shu xonadonda bo'lganingizda ko'z yoshingiz ham tugardi, oxir ado bo'lardi. Shunaqa darajada ezilardingiz. Bularning holatidan emas, o'zingizning holatingizdan ezilardingiz. Ko'r ekanman, noinsof ekanman, vijdonsiz ekanman. Alloh deganlarim yolg'on ekan derdingiz. Chunki bu haqiqatda izlar, biz qanchalik hozir bir-birimizni yaxshi ko'rganimizdan chiroyli so'zlarni aytib, sizlarga balandparvoz gaplarni aytib, sizga qarshi chalganim bilan oxiratimiz yaxshi bo'lib qolmaydi-da, borar manzilimiz obod bo'lib qolmaydi. Chunki ko'ryapmiz-da, mana kontentlarni, shunaqa narsalarni ko'rish bilan ovoramiz. Bizni aldab qo'yadigan, ko'zimizni bog'lab qo'yadigan, bizni adashtiradigan kontentlarni, videolarni internetda bo'lmas safsatalarni, bemazagarchiliklarni, fahshu, betartib videolarni, kontentlarni, mahsulotlarni ko'rib yotibmiz. Ruhimizni mana shu bilan oziqlantiryapmiz. Qalb ko'zimiz muhrlanyapti. Ana shuning uchun bizning gaplarimiz qanchalik qattiq bo'lsa, qanchalik qaqshatqich bo'lsa, haqiqat bo'lsa, bu aslida bizga foyda, sizga foyda. Bu gaplarni shundoqligicha qabul qiling, rost deb qabul qiling. Bizning gapimizdan ayb axtarmang. Malomatchining malomatidan qo'rqmaymiz, chunki Allohning haq yo'lidamiz biz. Yotqizlar. Mana qarang, 5 daqiqa ham o'tira olmayaptilar. Yotqizib qo'yaymi, turg'izib qo'yaymi? Qarang. Bu axir ona-ku, o'zbekning ayoli-ku bu. Ojizalarimiz-ku bular. Yana bitta yostiq qo'ypa. Bo'ldimi? Ke bolam. Yaxshimisan? Salomatmisan ke? Kichkinasimi? Ke bolam. Baqaka degan dedim. Masala Xudo berganimda. Maşallah. Ko'z yonib turishini qarang buni. Bolalarim boriga shukr qilaman. Tirnoqqa zor qilmadi meni shu o'tirdi. Ko'z yonib turishini qarang. Ha, subhanalloh, haqiqatan. Tirnoqqa zorlar qancha. O'shada hamma aytadi, kim deydi, mana deydi, jammaydi ham odamlar tuhmat qilib meni. Nima qilib Biz hozir mana shu oilani o'zlarining nomlariga plastik karta ochamiz. Mana shu ekraningizda ko'rayotganingiz bularning o'zlarining nomlariga ochilgan plastik karta. Shunga hoziroq ulgurib qolishlik uchun, jannatga yetishlik uchun, Allohning roziligini topishligingiz uchun ihson qiling. Himmatingizni keng qilib ihson qiling.
inshaalloh xudo xohlasa tez kunlarda uylarni batamom yangitdan ta'mirlab, kerak bo'lsa buzib yangitdan qurib beramiz. Shunaqangi ehson qilingki, Allohdan tavbalar qilib, qilgan xato kamchiliklaringizga, gunohlaringizga tavbalar qilib, Robbim qabul qil mendan shu ehson sadaqotlarimni, mendan rozi bo'l. Shu ishlarda meni ham sobit qil, shu yo'lda meni ham sobit qil, shu safda qil, yaxshilar safida qil deya duo qilib ehson qiling. Ertasi kun bu amalingizni to'xtatib qo'ymang. Keyingilarga to'xtamang, to qabrga qadar. Gunohlaringizga kafforatdir, kasallaringizga davodir, kasbkoringizga barokatdir. Allohning roziligi jannatdir bu ehson. Esingizdan chiqarmang. Mana bu yerda meni kiyibdilar. voy asal qizim, uncha chiroyli bo'lib ketdingiz. Jonim meni. Yoqdimi o'zingizga? Yo'qosh bo'lib qolibsiz. Malikalarga o'xshab qolibsiz, ha? Quchoqlab qo'ying oyijon. Nevaramda. Bu yerda Vaqf xayriya jamoat fondi nomidan $2000 pul, buni kam ko'zsizga ishlatasiz, olib qo'ying. Biz har doim xabardor bo'lib turamiz. Amin. Aytganingiz kelsin. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh turmush o'rtog'ingizni shifokorlarga ko'rsatamiz. Bizni tibbiyot yo'nalishimiz ham bor. Bog'lab qo'yaman. Har doim xabardor bo'lib, qo'ldan kelgancha eng yaxshi shifokorlarga ko'rsatamiz. Nimaiki mumkin bo'lgan imkoniyat bo'lsa, hammasini ishlatamiz. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Hammasi Allohdan. Biz sababini qilamiz, Xudo xolisa. Sabab zo'r, yeydigan bo'lib, yaxshi bo'lib ketsalar, meni baxtimga kelinlarni qo'lidan choy ichsalar. Oziq-ovqatdan, bu ro'zg'ordan endi kamchiligingiz bo'lmaydi. Biz har doim xabardor bo'lib turamiz. Har oy sizga oziq-ovqat kelib turadi xonadoningizga. Endi bolalarim o'qisin. Meni g'ozi kiyimay beraman. Bularni yaxshi o'quv markazlariga joylaymiz. Pullarni hammasini to'lab beramiz. O'qisin bolalarimiz endi. O'sha ortda qolib ketgan o'qiy olmagan kunlarni endi Xudo xolisa yangitdan o'qib, ertaga o'qimishli, ilmli bolalar bo'lsin. Aytganingizga Xursandmisiz bugun? Qalbingizga xursandchilik kirdimi? Ro'shnolik kirdimi? Subhanalloh. Hamma yo'qdaligi bo'ldi. Maşallah. Pulni ayamasdan bemalol ishlating. Aylantirib kelasizmi, restoranga ishlatib, keyin xohlaganingizcha. Bundan buyog'i inshaalloh biz xabardormiz. Mana azizlar, ekraningizda ko'rib turgan kartalar, bularning o'zlari nomlariga ochilgan plastik karta. Ehson qiling. Shunaqangi ko'p bo'lsin, kerak bo'lsa 200 ming, 300 ming dollar pullar yig'ilib ketsin, bularga bir tijorat qilib beraylik, kerak bo'lsa avtomobil olib beraylik. Ana shunaqangi darajada qimmatli bir birlashgan xalq bo'laylik biz azizlar. Shunaqa imkoniyatlarimiz bor, chunki 38 millionmiz biz azizlar. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Bir duo qiling. Alloh duo qiling. Ayting, duo qiling. Duo qiling. Amin. 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 Subhanallah. Allah razı bo'lsin, Allah razı bo'lsin, Allah razı bo'lsin. Dargohida qabul qilsin. Safimizga qo'shiling, yaxshilar, aziz vatandoshlarim. Imkoniyat borda biz katta bo'lishimiz kerak, biz ko'p bo'lishimiz kerak, biz kuchli bo'lishimiz kerak. Bolalarimiz o'qisagina ertaga yuksalamiz. Bizni bilim qutqaradi azizlar. Bilimli bo'lsin, bolalarimiz o'qisin azizlar. Imkoniyatimizni keng qilib beraylik, o'zimizga o'zimiz kelinglar. Bor-ku imkoniyatimiz. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Rahmat.
Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.